Yomg'ir bo'lishiga qaramasdan, Karista.uz o'z obunachilari uchun mana arzon mashinalarni topishda harakat qilyapmiz. 2025-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt Midnight. Eng fuli, yangicha tablo, yangicha monitor, bilasizlar, bozorda hozir kunda $14,400 so'ralib o'tiribdi. Bizda esa undan ham arzon. Yana 500-600 kilometr masofa bosgan egalari salkam o'sha $600, $500 xarajat qilib qo'yganlar. Nimasiga deysizmi? Yangi balon qo'yganlar, miyaki balon. Полностью sonsizlashda plyonka qilingan. Salonning ichini qarang. Poliglar qilingan, hamma narsasi qilingan. Moshincha alov ko'jaligi bu. Qarang, ko'ja, o'sha rullari ham boshqacha, buni tablosi ham boshqacha, monitorlari boshqacha. Yangida yana eng zo'r tomoni, buni kuzupi 2026-yil. Yangi yildan keyin bitta texpasportni almashtirib olsangiz, yili 26 bo'ladi. Zo'r a? Orqalari ham zo'r ko'jada bu, moshincha misol moshincha. Qarang, laminatsiya tipalarigacha hamma joyini полностью laminatsiya qilib qo'ygan ekanlar. O'zi xarajat qilib qo'ydim aka, olaykan odam mazza qilib yuradi. Gendavernisdan beraman. Olaykan odam gendavernisdan bo'lsa bo'ladi. $14,000 dan pastga tushirdik, yakson qildik. Orqasini qarang. Joninglar, u boshlagan bo'ladi, boy ochilmadi, zavaltib turgan paytida qo'shib. Polikchalar qo'yilgan zapaskalari absolutno tushmagan. Nomlarida primoy dehqon qarang, orqalarini ham laminatsiya qilib qo'ygan ekanlar. Haqiqatan ham number 1 deydimi? Shunday, zo'r. Hamma tayyor, minishga tayyor, 600 kilometr masofa bosib o'tgan, narxini $13,800 qilib belgiladik do'stlar. $13,800 gendavernis beradilar. Nomlarida bemalol bosib olsangiz bo'ladi. Savdosi yo'q lekin. Sog' bo'linglar.